hurmatli podpисчиклар. Ko'p kishi yozibdi, eringiz qani, eringiz bilan yashayapsizmi o'zida? Men erim bilan ajrashdim. Nima bo'ldi? Kamila Lola ajrashibdi dadasi. Tavba qilib nima ekan deyman, kim edi u? Meni sevimli blogerim-ku bu. Ha, bekor bo'pti-da. Like bos, padishka qiyin. Voy, mana 10 marta like bosaman Lola. Voy jonkalarim, qo'chqorlarim, ajrashgandan keyin uyga gullar to'lib ketdi. Ajrashib to'g'ri qilgan ekanman, pamoyman. Xotin. Papam. Ko'k piyoz bilan petrushka olib keling, chizni qo'shib salat. Bana nari qarab gapiring, og'zingizdan chiz haqida keladi bir. Shipshingizni yuving. Odamlar ajrashib gul olyapti. Bu esa menga ko'k piyoz ko'tarib kelgan. Shukr qil, menga qara. Nimangizga shukr qilaman? Ha? Tirikoyingizni ko'ta yamoqqa. Qizlar ajrashgandan keyin shunaqa aktsion bomba bo'lib ketdi. Ana ho'kiz bilan yashaganda 3 ta ko'raydi istoriyamni. Hozircha 30 ta odam ko'rib o'tdi. Это вообще нереально. Men ham ajrashsammi kana? Bu bilan yashayversam, aktivim tugul, ahvatim ham ko'tarilmaydi. Uy.